Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolisa mana keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerga akamiz o'zi tashqarisiga akfadan boshqa ustaga qildirgan ekan. Bizda ham xudo xolisa inshaalloh akfani ko'rsatgan sababim bizda ham akfa, MDF, yog'och hammasi bor. Bu yerda tashqarilarda akfa qilibdi. Xudo xolisa mana chiroyli chiqibdi. Biz ichkarilariga akamizga MDF eshik romlar qilib berdik. Mana bismillahirrohmanirrohim. Juda chiroyli, go'zal chiqdi. Mana ishlarimiz bir chekkadan tushuntirib o'tamiz. Bu yanada romi bor eshik. Buni qo'shib ikkovini bitta qilib qo'yardik. Bu yerda mana sanuzeli bor, spandisi bor. Mana bir-biriga moslab chiroyli qilib berdik eshik romlarni. Bu krashivinni zamonlarimizga keladigan bo'lsa, zamonlar qimmat, tashi magnitli zamok o'zi tortib oladi, magnitlik. Rezinkalari bor, eshik yopilishlari rosa yumshoq. Rafi zo'r oshiq mashinalarga keladigan bo'lsa, oshiq mashinalar 3 donadan qo'yilgan oshiq mashinalar. Eshiklarimiz baquvvat. Xudo xolasa mana akamizdan bir ikki og'iz suhbat olamiz endi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, charchamasdan olyapsizlarmi? Rahmat o'zim. Tinchmisizlar, charchamasdan bo'lyaptimi ishlar? Aka, eshiklarni mana o'rnatdik. Xudo xolasa bir elga, xalqqa nima deysiz, aka? Yaxshi, xudo xolasa, sizlar sizni internetda, YouTube'dan ko'rdik, birinchi ishlaringizni nimalarni ko'rib, ancha kuzatdik. Bizga yoqqani uchun siz bilan gaplashib, aloqaga chiqib, mana kelib ko'rib, o'zingiz o'lchab baqiganda ham ancha gaplashdik. Mana xudo xolasa borib ishxonangizga ham borib ko'rib keldim. Esingizda bo'lsa, Turkiya bilan borib gaplashib ancha edi ham ko'rdik. Yaxshi, hamma zo'r ekan. Aytganingizdek ekan. Xudo xolasa bular ham mana tayyor holati ham endi keldi, o'rnatdinglar, yoqdi. Yoqdimi? Ko'nglingiz yoqqanmi? Bu yer manzilni aytib o'tasiz endi aka. Manzil qayer? Bu yer Andijon viloyati Paxtabod tumani Ozod degan joy. Ozod Paxtabodda Ozod qishloq, ha? qishlog'ida. Akalar mana xudo xolasa mana olib kelib o'rnatdik. Ishlarimizni mana Ozod qishlog'i ekan, Paxtabodga olib keldik mana. Bizniki vodiy bo'ylab borib o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekistonda inshaalloh hamma burchagiga yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Aka, telefon nomerimiz shu 91 475 0033. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Akfa, yog'och, MDF hammasi bor inshaalloh. Mana pena ya, aka pomni chiroyli bo'lib, zo'r qilib penalanib, regalar qo'yilib, xudosi mustahkam qilib topshiramiz. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Oldindan hammaga rahmat.